Bo'ldi, hal bo'ldi. Hozir boraman. Oke. Bir minutga qarab oling. Farosat bormi? 20 minutdan bir kutib turibmi? Boshqa joy band ekan qo'ymadim. Nima muammo? Joy yo'q bo'lsa umuman boshqa yoqqa keting, tushundingizmi? Kimsan o'zi? O'rgatmaginmangi. 20 minut vaqtimni oldingiz. Kerak bo'lsa kutasan, xonni. Miyangni chaqib qo'yamoq, tushundingmi? Tushunmadim. Sakrama. Menga qara. Shoshmalaring. Og'ay nimani eshitgan? Nima qilasan bunga gapirib? Odammi-deki bu seni gapingni tushunadigan. Undan ko'ra somaysan aylantirib, pachag'ini chiqarib tasha, sindirib tasha, umuman sog' joy yo'q emasmi? O'ldirib tasha undan ko'ra. Siz nima qilasiz buni eshitib? Zarilmi sizga buni so'kishlarini eshitib? Pichoq-michoqingiz yo'qmi? Hech bo'lmasa bo'g'izlab o'ldirib tashlasangiz bo'lmaydimi? Mana, bolangizga o'rnak bo'lishingiz kerak-ku. Ayni fursat. Go'shingni ye, g'ajib tasha, bir-biringni o'ldir, zo'r fursat hozir. Faqat shu bolang o'ligini ko'tarilsa bo'ldi. Nima qilasan? Odob, axloq, o'zbekonalik nima keragi bor? O'ldirlaring, bir-birlaringni g'ajib tasha. Biz o'rmonda yashaymiz-ku, odamlar emas, hayvonlar yashaydi bu yerda. G'ajib tasha. Nima qilib qarab turibsan? O'ldirmaysan bir-biringni. Go'shingni ye. Hamma go'shini yesin. Hamma bir-birini g'ajisin. Go'shini yelaring. Ramazonda urushmagan yaxshi-da o'g'lim. Boshqa paytda urushsa bo'lam? Yo'q, o'zi umuman urushmagan yaxshi. Ketdingmi o'g'lim?